aqlli jonivorlar haqida eshitgandim, lekin aqlli mashinalar haqida to'g'risi eshitmaganman. Endi mana hozir aqlli texnologiyalar, sun'iy intellekt bilan bog'liq texnologiyalar ko'payib ketyapti. Juda ham aqlli mashina ekan. O'zi kelib to'xtadi svetoforga, o'zi yuryapti, mana chiziqdan meni bu tomonga boshqaryapti. Chiziqqa yaqinlashsam yana qaytaryapti. Qanaqadir bir nima deydi, aqlli mashinada ketayotganga o'xshayman. Endi texnologiya deydi-yu. Teknologiya deydi. Teknologiya, ana shunaqa azizlar. Xarid qilish kerak, buni tezroq olish kerak. Endi hamma joyda ham bo'lmasa kerak bunaqangi imtiyoz, bunaqangi imkon, ajoyib imkoniyat. Navoiyga kelsangiz albatta Aval avtosalonida 36 oyga bo'lib to'lash sharti bilan o'zini ta'nini berar ekansiz. Men hozir shuni ko'rib, ana qog'oz qayerda edi. Xullas, barcha videolavhani pastida yozilgan bo'ladi. Hamma shartlari 36 oyga oysiz va o'zini ta'nini to'laysiz. Bitta tomoni eng kamida 30% berish kerak, to'g'ri endi. 36 oyga bo'lib bergandan keyin, yana ta'nini to'laganingizdan keyin faqat bitta sharti bor ekan, shu 30% berish kerak-da. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Haval Navoiyda kutamiz azizlar. To'yga shoshyapman o'zim.